Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udhu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Farzand tarbiyasida muhim qoidalarni o'rganayotgan edik. Oldingi darslarimizda bir qancha qoidalarga to'xtaldik. Alloh taoloning fazli marhamati bilan, yordami bilan. Bugun yana inshaalloh navbatdagi qoidamizni o'rganamiz. Bu qoidamiz bolalar uyda amal qiladigan qonunlarni, qoidalarni qo'yishlik. Albatta, har bir oilada, har bir uyda qonun, qoida bo'lishligi kerak. Nizom bo'lishligi kerak, intizom bo'lishligi kerak. Insonning hayoti nizomsiz, qonunsiz, qoidasiz, parokanda hayot bo'ladi. Iztirobli hayot bo'ladi. Shunaqa hayot bo'lib qolmasligi uchun albatta inson avvalambor o'zida qonunlarga rioya qilishligi kerak. Hayotini tartibga solishligi kerak. Bola, farzand tarbiya qilayotgan ota-onalar, ustozlar, murabbiylar shu tomonga e'tibor berishliklari kerak. Birinchi o'rinda o'zlarini hayotlarini tartibli qilgan holatda va keyin bolalarning hayotlarini ham tartibga solishlik kerak. Bola tartibli hayot bilan agar tarbiya ko'radigan bo'lsa, qonun qoidalik hayot bilan tarbiya ko'radigan bo'lsa, uni kelajakdagi hayoti shu qonun qoida asosida davom etadi. Bo'lmasam parokanda hayot bo'ladi, iztirobli hayot bo'ladi. Xohlaganini xohlagan vaqtda qilib ketaveradi. Uni ushlab turadigan, uni hayotini intizomga solib turadigan qonunlar, qoidalar bo'lmaydi. Shu sababdan ota-onalar, murabbiylar e'tibor berishligi kerak shu tomonlarga. Oilada albatta qonun bo'lishligi kerak. Qachon ovqat yeyiladi, qachon uxlanadi, qachon turiladi, maktabga borib, maktabdan kelish, o'ynashlik vaqti va yana shunga o'xshash qonun qoidalar bo'lishligi kerak. Va albatta ota-ona, ustozlar, murabbiylar birinchi o'rinda shu qonun qoidalarga o'zlari rioya qilgan holatda bolalarga ko'rsatib berishligi kerak. Bolalar keyin shu narsaga o'rganadi. Ko'p oilalarda ko'rasiz, qonun qoida yo'q. Har kim xohlagan ishini qilib ketaveradi. Birinchi o'rinda ota-ona, murabbiy, ustozlarda, ya'ni bolalarga ustozlik qilayotganlarda ustoz ota-ona bo'lishligi mumkin, yana ustoz boshqa maktabdagi ustoz bo'lishligi mumkin, madrasadagi ustoz bo'lishligi mumkin, yana boshqa ilm maskanlaridagi ustozlar bo'lishligi mumkin. Bular qonun qoidaga u qadar e'tibor bermaydi, rioya qilmaydi. Keyin bolalar ham ustozdan, ota-onadan shu narsani o'rganadi. Xohlaganda uxlaydi, xohlaganda turadi, xohlaganda telefon o'ynaydi, xohlaganda televizor ko'radi, xohlaganda ovqat yeydi, yarim kechasi turib olib ovqat yo'radi yoki har xil holatlar. Xohlaganda o'ynaydi, o'ynagisi kelganda o'ynaydi. Har xil hayoti holatlardan iborat bo'ladi. Bir intizom yo'q, uni hayotida tartib yo'q. O'zi dinimizni ahkomlariga, dinimizni buyurgan buyruqlarga, ibodatlarga qaraydigan bo'lsak, bizni hayotimizni tartiblashlikka qaratilgan, vaqtlarimizni tejashlikka qaratilgan. Musulmon odamning oldida vaqt juda ham qimmatbaho narsa bo'lganligi uchun dinimiz, shariatimiz bizni vaqtlarimizni tartibga solgan. Alloh subhanahu va taolo asrga qasam, zamonga qasam, dahrga qasam deb hattoki bir surada bu zamonga, vaqtga qasam ichdi. Val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasam, dahrga, zamonga qasam. Albatta inson xusrondadir, ziyondadir. Qarang, agar siz shu vaqtdan foydalanmasangiz, sizga berilgan umrdan unumli foydalanmasangiz, e'tibor berib foydali narsalarga qaratib hayotingizni foydalanmasangiz, bu vaqt o'tib ketadi va siz zararga uchraysiz, ziyon ko'rasiz. Farzandlaringizni tarbiyasida ham zararga uchraysiz. O'zingizni hayotingizda ham zararga uchraysiz. Chunki siz vaqtingizni avaylamadingiz, vaqtingizni tartibga solmadingiz. Birinchi o'rinda mana namozga biz e'tibor beradigan bo'lsak, musulmon odamni vaqtini, hayotini bu namoz tartibga soladi. Ertalab bomdod namoziga turasiz. Ertalab barakali vaqt, sahar vaqti barakali bo'lgan vaqt. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahar vaqtini barakali ekanligini aytdilar. Inson buni o'zi his qiladi. Ertalab turib ish boshlaydigan bo'lsa, ertalab turib dars qiladigan bo'lsa,
ishiga kirishadigan bo'lsa, mehnatiga kirishadigan bo'lsa, ozgina soatlar ishlasa ham, ozgina soatlar o'qisa ham uni barakasini his qiladi. Chunki sahar vaqtida baraka bor va sahar vaqtida inson yaxshi ishlaydi, nashot bilan ishlaydi va uni kechqurun uxlagandan keyin miyasi xotirjam bo'lib tinib qoladi. Va mana bu yangi aql bilan, yangi qalb bilan, yangi miya bilan u ishga kirishadi, o'qishga kirishadi. Shuning uchun sahar vaqtiga e'tibor berilganligi uchun namoz, bomdod namozi sahar vaqtida bo'ldi. Ertalab bomdod namoziga turasiz. Masjidga chiqasiz, jamoat bilan o'qiysiz yoki uyda o'qiysiz. Qarang, vaqtingiz boshlandi. Ishingizga kirishasiz, aytganimdek, mehnatingizga yoki yana boshqa ishlarga va hokazo. Keyin peshin vaqtida yana bir tahorat olasiz. Tahorat olish ham poklanish. Qarang, poklanish. Inson poklanadi. Qo'lini yuvadi, oyog'ini yuvadi, yuzlarini yuvadi, poklanadi. Islom dini poklik dini. Sizni hamma tomondan islom dini poklaydi. Hissiy tomondan va ma'naviy tomondan. Ma'naviy tomondan tahorat ikkita poklikka dalolat qiladi. Sizni ham ma'naviy tomondan gunohlaringizni, xatolaringizni yuvilib tushib ketishligiga sababchi bo'ladi va shu bilan sizni a'zolaringizda bo'lgan kirliklarni yuvilib ketishligiga sababchi bo'ladi. Qarang, dinimizni rahmat dini ekanligini mana shu joyda his qilasiz. Alhamdulillah. Bu dinga amal qilishlik bilan biz baxtli bo'lishligimiz kerak. Dinimizga amal qilsak, dinimiz bizni hamma hayotimizni hamma tomonidan yaxshilikka yetaklaydi. Faqat yaxshilikka yetaklaydi. Tahorat olasiz, poklanasiz. Vaqtingiz mana tejalyapti. Peshin vaqt. Undan keyin asr. Asrda yana tahorat olasiz. Tahoratingiz bo'lmasa, keyin yana Alloh taologa qullik qilasiz. Vaqtingizni qarang, bu vaqtingizni tartibga, nizomga solyapti. Va undan keyin shom, va undan keyin yotardan oldin kechga borib tong namozini o'qiysiz, oxirgi namozni o'qiysiz. Qarang, bu namozlarning vaqtlari musulmon odamni, insonni hayotini tartibga solgan. Shu bilan inson rohatlanadi. Shu bilan inson xotirjamlikni topadi. Mana shu vaqtlarni, mana shu hayotingizdagi o'tayotgan lahzalaringizni siz tartibga solishningiz kerak. Albatta, dinga qaytiladigan bo'lsa, shariat buyruqlarini qilinadigan bo'lsa, bizni hayotimizni shariatimiz tartibga solib qo'yadi. Hayotimizni tartibga solib, uxlashlik vaqti, turiladigan vaqt, mana kechqurun yotiladi, uxlanadi, ertalab turiladi. Agar namoz o'qimaydigan bo'lsa, shariatga amal qilmaydigan bo'lsa, uxlab yotaveradi. 10 gacha, 11 gacha. Ayrim insonlar 12 gacha yotadi. 1 gacha uxlashligi mumkin yoki undan keyin ham uxlayveradi. Chunki uni hayotini tartibi yo'q. Hayotida nizom yo'q, qonun yo'q, qoida yo'q. Parokanda hayot, iztirobli hayot, palapartish hayot. Xohlaganida turadi, xohlaganida uxlaydi, xohlaganida yeydi, xohlaganida o'ynaydi, shunaqa. Shu bilan umr nima bo'ladi? Xazon bo'ladi, umr o'tib ketadi. Umr tugaydi. Mana bu umr omonat bo'lgan, qimmatbaho bo'lgan umr o'tib ketadi. Alloh taolo shuning uchun asrga qasam dedi. Inson husrondadir, ziyondadir. Illo magar dedi kimlar? Illo mu'min bo'lganlar, iymon keltirganlar, amali solih qilganlar. Qarang, amali solih qilganlar. Vaqtlarini tejab, Alloh taoloning buyruqlariga amal qilganlar, bular husronda emas, zararda, ziyonda emas. Bular baxtli insonlar. Chunki bular hayotlarini tartibga soldi. Hayotlariga e'tibor berdi. Hayotlarini, umrlarini g'animat bildi. Ertaga o'tadi, ketadi dedi. Ibodat qilib, maza qilib, Alloh taoloning buyrug'ini qilib yashagan odam ham ajali kelganda o'ladi. Uxlab yotgan, hayotida tartib bo'lmagan, intizom bo'lmagan odam ham bu dunyodan, bu hayotdan ketadi. Ikkalasi ham ketdi. Qarang endi, oqibatiga qarang. Hayoti tartibsiz bo'lgan odamning oqibati nima bo'ldi? Qayerga qarab ketdi? Va hayoti go'zal bo'lgan, tartibli bo'lgan, intizomli bo'lgan odamni oqibatini qarang. U endi qaysi tomonga qarab ketyapti? Unga xursandchilik keladi, unga juda ham katta baxt keladi. Hayotini intizom bilan, tartib bilan o'tkazganligi uchun. Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilib hayotini o'tkazganligi uchun. Biz ham avvalambor o'zimiz hayotimizni tartibga solgan holatda va farzandlarimizni ham shu narsaga odatlantirishligimiz kerak. Shu narsaga o'rgatishligimiz kerak. Mana shunda bolalar ko'p yaxshilikni topadi. Hayoti tartib, intizomda bo'ladi. Qaysiki jamiyat agar hayotini tartibga solgan bo'lsa, qonun qoidalariga rioya qilgan bo'lsa, u jamiyat kuchli jamiyat bo'ladi. U jamiyat kuchli jamiyat bo'ladi va kuchli shaxslardan iborat jamiyat bo'ladi. Chunki uni afrodlari, shaxslari qonun qoidaga rioya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jamiyatlari shunaqa jamiyat bo'lmadimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni atroflarida to'plangan musulmonlar shunaqa musulmonlar bo'lmadimi? Doim ularning hayotlari
intizomlik edi. Doim ularning hayotlari chiroyli hayot edi va ularning hayotlari strategiyani ustiga qurilgan edi. Musulmon odamning hayoti strategiyani ustiga qurilishni kerak, ya'ni hadafni, rejani ustiga qurilishligi kerak. Albatta, ertaga nima qilasiz, indinga nima qilasiz? Farzand tarbiyasida bugun nima qildingiz? Ertaga nima qilasiz? Ertadan keyin nima qilasiz? 1 oydan keyin, 2 oydan keyin nima qilasiz? Bolangizni qaysi tomonga qarab tarbiya qilyapsiz? Madrasadagi o'qishi qayerga qarab ketyapti? Maktabdagi o'qishi va yana boshqa o'qish maskanlarida, ilm maskanlaridagi o'qishlari qayerga qarab ketyapti? Uni tarbiyasi, axloqi, odobi qayerga qarab ketyapti? Ertaga siz uni madrasada 1 yil o'qitganingizdan keyin yoki maktabda o'qitganingizdan keyin undan keyingi planingiz qanaqa, rejangiz qanaqa? O'sha rejangizga mustahkam ravishda harakat qilyapsizmi, harakat qilmayapsizmi? Qanday ketyapti? Ishlaringiz qanday ketyapti? Kuningiz qanday o'tdi? Kechagi kuningiz qanday o'tdi? Farzand tarbiyasida nima siz topdingiz? Nimaga erishdingiz? Nimani yutkazdingiz? Farzandingiz odobi qayerga qarab ketyapti? Kechagidan ko'ra bugun o'zgardimi? Va ertaga o'zgarishligi uchun nima qilishningiz kerak? Nimalarni amalga oshirishningiz kerak? Mana bu musulmonning hayoti. Shu musulmonning hayoti, mana shu hayot isloh qiladi. Bu strategiyani ustiga qurilgan hayot bu. Rejani ustiga qurilgan hayot. Ertaga nima qilishligini bilmaydigan, indinga nima qilishligini bilmaydigan, 1 oydan keyin nima qiladi, xayoliga kelmaydigan hayot emas. Bunaqa insonda hayoti emas, balki hadafni ustiga qurilgan hayot. Hadafi bor u hayot. Bolalarining tarbiyasida hadafi bor. 10ga kirgandan keyin bu ishlarni qiladi deb o'sha narsaga bolasini tayyorlaydi. Shijoatlantiradi, rag'batlantiradi. O'g'lim, ertaga siz mana bu ishlarni qilishningiz kerak. 10 yoshingizga borguningizgacha siz masalan bu kitoblar tugatgan bo'lishningiz kerak. Buncha o'qishlarni o'qib chiqqan bo'lishningiz kerak. 15ga kirganingizda siz bunaqa bo'lasiz, 20ga kirganingizda bunaqa bo'lasiz, 25ga kirganingizda bo'ldi, siz katta jamiyatda o'zingizni o'rningizni topgan, ummatga, musulmonlarga, jamiyatga xizmat qiladigan, katta ish qiladigan insonga, shaxsga aylanishligingiz kerak degan uni planlari bo'ladi. Va bolalarini shu narsaning ustida tarbiya qiladi. Bolalarini tayyorlaydi. Ruhiy tomondan tayyorlaydi. Shu narsaga nima bilan erishadi? E'tibor bilan erishadi. Albatta e'tibor berishlik kerak. E'tibor berishlik muhim. Ota-onani oldida juda katta ilmlar bo'lishligi shart emas. Bolasini ilmli qilishligi uchun, bolasini yaxshi shaxsiyatlik inson qilishligi uchun katta ilm bo'lishligi shart emas. Katta o'qishlarni tugatib chiqqan bo'lishligi shart emas. Uni qo'lida shahodatlar, diplomlar bo'lishligi shart emas. Balki e'tibor bilan. Imom Buxoriyning onalari Imom Buxoriy bo'lishligiga sababchi bo'ldi. Nima bilan? E'tibor bilan. Imom Buxoriyning onalari olimamidi? Avliyomidi? Yo'q, unaqa emas edi. Oddiy ayol edi. Insonlik tomonidan, muslimalik, mu'minalik tomonidan oddiy bir mu'mina, muslima kabi inson edi. Lekin e'tibor bor edi, shijoat bor edi, hadaf bor edi, maqsad bor edi, reja bor edi va qonun bor edi. Shu sababdan farzandini otasi bo'lmasa ham yetimlikda katta bo'lgan, yetim bo'lib qolgan Imom Buxoriy rahimahullohni katta olim, imom bo'lishligiga sababchi bo'ldi kim? Onalar. Onalari shu narsaga eng katta hissa qo'shgan u zotning onalari bo'ldi. Imom Buxoriy deyilganda muhaddislarni shayxi, hadisshunos olimlarni ustozi sizga hayolingizga keladi. Shunaqa inson bo'lishligiga kim sababchi bo'ldi? Imom Shofiy rahimahullohni onalari ham shunaqa Imom Buxoriyning onalari kabi ona edi. Imom Shofiy ham yetim bo'lib qolgan edi. U nimalarni qildi? Nimalar bilan o'g'lini Imom Shofiy bo'lishlik darajasiga olib chiqdi? Imom deyilgani bu masjidning imomi emas, bir madrasani imomi emas. Imom deyilgani musulmonlarning imomi. Musulmonlarga peshvo degan, musulmonlar unga ergashadigan odam degan. Imom o'ziga ergashtiradi. Qarang, butun ummatni ergashtiryapti bular. Qancha insonlar ergashyapti. Imom Shofiyning mazhabiga qancha odam ergashadi. Imom Buxoriyda sahih kitoblariga qancha odamlar o'qib ergashyapti. Qarang, shu darajaga chiqdi. Nima? Onalarining himmati bilan, onalarining hadafi bilan, rejasi bilan, plani bilan, qonun qoidasi bilan hayotiga qo'ygan. Farzandining tarbiyasida qo'ygan. Onalar ham, otalar ham, murabbiy, ustozlar ham mana shunday harakat qilishlik kerak. Albatta hadaf bo'lishlik kerak. Hadafingiz bo'lsin. Oldin bo'lmagan bo'lsa, bugundan boshlang hadafingiz. Qo'ying oldingizga. O'g'lingiz 1ga kirdi, 2ga kirdi, 3ga kirdi, 4ga kirdi. Albatta o'zini yoshiga qarab turib beriladigan tarbiya bor. Biz mana o'tib kelyapmiz, mana shu farzand tarbiyasida muhim qoidalar nomli darsimizda o'tib kelyapmiz. Farzand 7 yoshgacha nimalarni qilishlik kerak farzandda va farzanddagi muammolarni qanday hal qilinadi, ularni qanday ketkaziladi, qanday muolaja qilinadi. Bu narsalarni o'tib kelyapti. Undan keyin mana o'smir yoshdagi bolalardagi har xil holatlar, ulardagi o'zgarish holatlari, ulardagi muammolar, bu narsalarni o'rgandik. Shu narsalarni o'rganib,
Har bir bolani o'zini yoshiga qarab turib, ota-onasi harakat qilishligi kerak. Rag'batlantirishlik kerak. Rag'batlantirishlik, shijoatlantirishlik, maqtashlik, uni ruhiyatini, ma'naviyatini moddiy tomondan va ma'naviy tomondan kuchaytirishlik bu muhim. Mana shu bilan siz erishasiz. Rag'bat bilan erishasiz. Rag'batlantirishlik bilan erishasiz. Inson buni o'zida misolini ko'rishligi mumkin. Bir odam uni rag'batlantirsa, shijoatlantirsa ma'naviy tomondan bu ishlarni qiladigan bo'lsangiz, bunaqa yutuqlarga erishasiz yoki yaxshi inson bo'lasiz yoki yana boshqa yaxshi gaplar bilan uni rag'batlantiriladigan bo'lsa, u harakat qiladi yoki moddiy tomondan rag'batlantiriladigan bo'lsa. Bolalar bu narsaga kattalardan ko'ra ko'proq muhtoj bo'ladi. Bolalar ko'p yaxshi natijalarni amalga oshirishligi uchun uni rag'batlantirishlik muhim. Rag'batlantirasiz, shijoatlantirasiz, tayyorlaysiz. Kelajakda siz bunday inson bo'lasiz. Katta olim bo'lasiz, professor bo'lasiz, doktor bo'lasiz degan maqsadlarni qo'yasiz. Amir bo'lasiz, rahbar bo'lasiz, mas'ul bo'lasiz, katta inson bo'lasiz kelajakda. Odamlar sizga ergashadigan, odamlar qo'li bilan ishora qiladigan odamga aylanasiz degan targ'ib kerak, rag'batlantirishlik kerak bolalarga. Mana shu bilan bolalaringizni yaxshi tomonga siz yetaklaysiz, yaxshi tomonga bolalaringizni olib borasiz. Shu narsa muhim. Har bir ustoz, ota-ona, murabbiylarga bu shu narsalar muhim. Bular tarbiyadagi asos bo'lgan narsalar. Rag'batlantirishlik, hadaf ustida harakat qilishlik, maqsad ustida harakat qilishlik, albatta strategiya bo'lishligi farzand tarbiyasida va yana qonun-qoida bo'lishligi. Farzand tarbiyasida qonun-qoida bo'lishligi. Bolalarning hayoti palapartish hayot bo'lmasin. Parokanda hayot bo'lmasin, iztirobli hayot bo'lmasin. Xohlaganini xohlagan vaqtda qilib ketadigan hayot bo'lmasin, balki qonun asosida bo'lsin. To'g'ri, ayrim holatlarda unutadi, esdan chiqaradi, har xil holatlar bo'ladi. Bu tabiiy holat insonda bo'ladi, lekin ag'lab, g'olib hayoti shu qonun-qoidani ustiga qurilishligi kerak va maqsadni ustiga qurilishligi kerak. Bu uchun kim harakat qiladi birinchi? Bu uchun ota-onalar harakat. Shuning uchun ota-onani qo'lida katta narsa bor. Farzandi buyuk shaxs bo'lishligi uchun, katta inson bo'lishligi uchun, insonlar o'rnak oladigan odam bo'lishligi uchun, insonlar qo'llari bilan ishora qilib ko'rsatadigan rojil erkak bo'lishligi uchun yoki ayol bo'lishligi uchun, kuchli shaxsiyatli ayol bo'lishligi uchun ota-ona harakat qilishligi kerak. Ota-onani qo'lida. Er-xotin o'tirib maslahat qilsin. Bolalarining tarbiyasi qayerga qarab ketyapti? Madrasadagi o'qishi, maktabdagi o'qishi, yana boshqa joydagi o'qishlari qayerga qarab ketyapti? U kecha qanday, undan oldingi kunda qanday o'qiyotdi, bir oy oldingi o'qishi bilan bugungi kundagi o'qishi qanaqa? Ertaga nima bo'ladi uning o'qishi? Shu narsalarni er-xotin, ota-ona o'tirib maslahat qilishni kerak. Ko'p narsalarga vaqtlar sarflab yuboriladi. O'yinga sarflab yuboriladi, telefonga sarflanadi, televizorga sarflanadi, yana boshqa balobatlarga sarflanadi, keraksiz bo'lgan narsalarga. Shularning ichida eng muhim narsa ota-onalar bilib qo'yishligi kerak. Men buni ta'kidlab aytayapman. Ta'kidlab aytaman, oldin ham aytganman va bundan keyin ham aytishda davom etamiz. Ota-onaning hayotida eng muhim narsa farzand tarbiyasi. Eng muhim narsa. Hamma narsadan muhim. Ishidan ham muhim. Telefonidan ham muhim, boshqa narsasidan ham muhim, tijoratidan ham muhim, boshqasidan ham muhim. Farzandining tarbiyasi hamma narsadan muhim. Bu oldingi o'rinda turishni kerak. Uni hayotidagi muhim qilishligi kerak bo'lgan ishlarni birinchi qatorda turishni kerak farzand tarbiyasi. Chunki ular sizning kelajagingiz. Chunki ular sizning yuzingiz. Ular bilan jamiyat isloh bo'ladi. Ular bilan jamiyat tuzaladi. Shuning uchun har bir ota-ona buni bilishni kerak. Farzandining tarbiyasiga vaqt ajratsin. Farzandini kelajagiga vaqt ajratsin. Kelajagi haqida o'ylashlikka, o'tirishlikka, er-xotin o'tirib maslahat qilib, bolamiz nima bo'lyapti, odobi qanday, nima qilishligimiz kerak? Odobsizlik qilayotgan bo'lsa, tarbiyasizlik qilayotgan bo'lsa, oldin bilmagan bo'lsa, endi bildi, eshitdi. Eshitgandan keyin unga kerak bo'ladiki harakat qilishligi. Kerak bo'ladiki sabablarni olishligi. O'tirsin, gaplashsin, yarim soat bo'lsa ham kunda bolasini yoki 2 kunda bir o'tirib, bola to'g'risida, bolalarning tarbiyasi to'g'risida ular g'am qilsin, qayg'ursin, qayerga qarab ketyapti bu narsalarni o'ylasin. Bu hamma narsadan muhim aytganimdek. Hamma narsadan muhim. Telefonini uloqtirsin, boshqa narsasini uloqtirsin, ishini qo'ysin. Uzoq joylarda ishlayotgan bo'lsa, telefonda maslahat qilsin, o'g'limi odobi qanaqa, tarbiyasi qanaqa, o'qish qanaqa qarab ketyapti, shu narsalarni gaplashsin. Rossiyada yuradi, 2 yil, 3 yillab yuradi, bolasini tarbiyasidan, bolasini o'qishidan so'ramagan, biror marta so'ramagan ota-onalar bor, otalar bor. Ishlab yuraveradi. Shu dunyo bilan o'tib ketadi. 10 yillab o'tib ketadi. 10 yil o'tib ketgan. Ayrim ota-onalar murojaat qilyapti. Otasini bolalar 5 yil, 6 yil, 10 yil ko'rmagan. Rossiyaga qarab ketib yorgan, yangi tug'ilganda yoki tug'ilmasdan oldin. Bola 7 ga kirgan, otasini ko'rmagan, 5 ga kirgan, otasini ko'rmagan. Otasi bor, otasi yo'q bo'lsa ekan mayli, lekin otasi bor. Dunyo uchun yuribdi.
bolasini tarbiyasini o'ylamasdan. O'sha ishlashidan ham, yurishidan ham, tijoratidan ham, boshqa narsasidan ham, hammasidan muhim. Bu deganim yo'q, tijoratni tashasin, ishni tashasin deganim emas. Lekin farzand tarbiyasi muhim hammasidan. Albatta tirikchilik qilinadi, albatta o'sha farzandni boqishlik uchun harakat qilinadi. O'sha Rossiyaga borgan ham, boshqa joyga borgan ham o'sha farzand uchun harakat qilyapti. Albatta bu narsa qilinadi. Lekin ma'naviy tomondan tarbiyasi muhim, odob axloqi muhim, o'qishi muhim, darslari muhim, hamma narsadan muhim bu narsalar. Shuning uchun shu narsalar haqida ota-onalar o'ylashni kerak. Shu narsalar haqida bosh qotirishni kerak. Muhim bo'lgan narsalar haqida. Endi bolalarni hayotini qonun-qoidaga moslashlik uchun, qonun-qoida bilan hayotlarini chiroyli tarbiya qilishlik uchun, qonun-qoida asosida ular harakatlanishligi uchun albatta uyda nizom bo'lishni kerak. Uyga o'ziga xos. Uni ota-ona maslahat qilib turib amalga oshiradi. Kerak bo'lsa buni chizib qo'yishligi mumkin, yozib qo'yishligi mumkin. Bir oq varaqqa yozadi-da, masalan buni o'rnak o'laroq men hozir aytaman. Bir oq varaqqa yozib chiqadi. Har kuni bolalar, ya'ni bu bolalarni qonun-qoidaga rioya qilishlik, odob axloqqa, tozalikka, tartib hayotidagi o'yin vaqti va hokazo yana boshqa narsalar vaqti, shu narsalarda bolalarni yaxshi tomonga qarab yurishligiga sababchi bo'ladi. Ko'p ota-onalar shunaqa ishlarni qilgan va bolalarini tuzalganligini, bolalarini yaxshi tomonga o'zgarganligini ko'rgan. Shuning uchun men o'rnak o'laroq buni misol o'laroq aytaman. Masalan bir oq varaqqa yozadi, 2 oyda bir o'sha kunlik qo'yilgan baholar, kunlik qo'yilgan bolalarni qilgan ishlari, shu narsalarni bir 2 oyda ko'rib chiqishligi mumkin. 2 oy mobaynida qonun-qoidaga rioya qilgan, odob axloqli bo'lgan, tartibli bo'lgan farzandiga mukofot berishligi mumkin. Va rioya qilmagani bo'lsa, uni nima qiladi? Ba'zi narsalardan mahrum qiladi. Masalan, o'ynagani boriladigan bo'lsa, u rioya qilmadimi qonun-qoidaga? Odobsizlik, axloqsizlik qildimi? U o'ynagani borishlikdan yoki sayrga chiqishlikdan u mahrum bo'ladi. Shunaqa jazolarni qo'llab turib, qonun-qoidaga rioya qilganda mukofotlaydi, rioya qilmaganda jazolaydi. Jazolashligi qanaqa? Albatta urishlik bilan, so'kishlik bilan emas, uni mahrum qiladi. Albatta, odobsizlik, axloqsizlik qilinganda o'tgan darsda aytib o'tganimizdek ta'zir beriladi. O'sha oldingi darsda aytib o'tgan doira, hudud asosida. Ya'ni o'zini shartlari bor. O'sha shartlarga rioya qilingan holatda. Lekin oldin aytganimizdek, asl tarbiyadagi asl bu bolalarni shijoatlantirishlik, bolalarga yaxshi gapirishlik bilan bo'ladi va ularni ba'zi narsalardan mahrum qilishlik. Mana shu kabi qonun-qoidalarni tuzadi. Ota-ona o'tiradi va o'zlari birinchi shu narsalarga amal qilishlikda ota-ona o'zi birinchi bu narsalarga harakat qiladi. Ota-ona birinchi o'zi o'sha qo'yilgan uydagi qo'yilgan qonunlarga rioya qiladi. O'zi rioya qiladi. Masalan, oq varaqqa chizdi, o'sha oq varaqqa yozib chiqadi. Masalan, birinchisi chaqiruvga tezda javob berish. Chaqiruvga tezda javob berish deb yozadi. Va undan keyin ikkinchisi kunlik tartib va uchinchisi namoz o'qishlik va namozlarni o'z vaqtida o'qishlik va to'rtinchisi poklik, tozalikka rioya qilishlik va beshinchisi ovqatlanishlikda, suv ichishlikda odobga rioya qilishlik va oltinchisi boshqalar bilan bo'layotgan muomalada chiroyli odob bilan muomala qilishlik va yettinchisi madrasa vazifalari, maktab vazifalari, bularni bajarishlik. 8-si ko'chaga chiqilganda, sayrga chiqilganda yoki qarindoshlarni ko'rishlik uchun ziyoratga borilganda ota-onaga bo'yin sunishlik, ota-onani aytganini qilishlik. Buni yozadi. Va bundan keyin 9-si bir narsani talab qilishlikda turib olmaslik. Masalan, bir narsani talab qiladi, bola uni olib bering, buni olib bering deydi, o'shanda turib olmaslik. Va bundan keyingisi 10-si bir ish bo'ladigan bo'lsa, bir aybga, xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, uni ochiq gapirishlik, yashirmaslik. Va hokazo shunga o'xshash yana o'sha qonunlarni qo'yadi, qoidalarni qo'yadi, yozib chiqadi. Endi har kuni oq varaqqa yozgandan keyin devorga uni yopishtirib qo'yadi-da, har kuni kim shunaqa holatda shu qonun qoidaga rioya qilingan bo'lsa, unga bitta chiziqcha chizadi. Rioya qildi. Yaxshi bo'lsa, yaxshi deb turib qiladi, o'rtacha bo'lsa, o'rtacha va e'tibor bermasa, shu qonun qoidaga rioya qilmasa, rioya qilmadi deb yozadi. Ya'ni 3 ta bo'lsa, yaxshi, eng yaxshisi va o'rtacha va masalan zaif amal qilmadi. Endi shunga har kuni shu narsalarga har kuni chiziq chizib boraveradi. Bolalar o'sha narsani ko'rib turadi. Ko'rib turib bir-biriga
qiziqib bir-biridan o'taman deb mukofotni belgilangandan keyin o'sha mukofotga erishaman deb bola harakat qiladi. Shu qonun qoidalarga rioya qilishlikka harakat qiladi. Albatta mukofotni belgilaysiz. 2 oy o'tgandan keyin 2 oy muddatni qo'yiladigan bo'lsa, 2 oy mobaynida kim yaxshi ball oladigan bo'lsa, kim ko'p ball oladigan bo'lsa, o'shanga bunaqa mukofot beriladi. Deysiz, mukofotni aniq belgilaysiz va albatta mukofotni tayyorlab qo'yasiz. Undan keyingi yana shu qonun qoidaga rioya qilishlik yaxshi bo'lishligi uchun albatta mukofot hozir turishligi kerak va hisob kitob qilinadi 2 oydan keyin. Kim yaxshi qonun qoidalarga amal qilib hayotini tartibga solgan bo'lsa, o'shanga mukofotni berasiz va yana uni ma'naviy tomondan ham gapingiz bilan ham xursand qilib mukofotlaysiz. Bu misol o'laroq bundan boshqacha bo'lishligi ham mumkin. Boshqacha qonun qoidalarni yozib, o'shalarga amal qilishlik albatta turli xil bo'lishligi mumkin. Turli xil o'sha qilingan qonun qoidalar foydaliroq bo'lishligi mumkin. Buni albatta ota-ona o'tiradi, maslahat qiladi va bu narsani tuzib chiqadi. Shu narsada inshaalloh bolalarni odobida, bolalarni o'zgarishligida inshaalloh yaxshi natijalarni, yaxshi tomonga o'zgarishligida yaxshi natijalarni, ijobiy tomonlarini inshaalloh ko'radi. Shu narsalarga rioya qilinadigan bo'lsa, hozir men 10 tachasini aytdim, bundan keyin yana qo'shaveradi, bunga qo'shaveradi va hokazo qo'shib ketaveradi. Masalan, uyqudan vaqtida turishlik, ovqatga vaqtida kelishlik, ovqatini vaqtida yeyishlik va hokazo ketaveradi. Ovqatdan oldin bismillohni aytishlik, ovqatdan keyin alhamdulillahni aytishlik va hokazo qonunlarni qo'yib chiqadi va o'shalarga keyin amal qilishlikka rag'batlantiradi. Mana shu narsalarni agar qilinadigan bo'lsa, inshaalloh bolalarning hayotida yaxshi natijalarni, chiroyli o'zgarishlarni, chiroyli holatlarni inshaalloh ota-onalar ko'radi. Albatta bu narsalar nima bilan? Boya aytganimdek, harakat bilan bo'ladi. Albatta bu narsalarga inson e'tibor berishligi bilan bo'ladi. E'tiborda juda ham katta foyda bor. E'tibor qaratish, e'tibor berishlik. Shu narsalarga rioya qilib, qonun qoidalarga rioya qilib ketiladigan bo'lsa, ko'p yaxshiliklarni ota-onalar ko'radi. Alloh subhanahu va taolo barcha ota-onalarni, ustozlarni, murabbiylarni yaxshilikka muvaffaq qilsin. Farzand tarbiyasidagi harakatlarini o'zlari uchun va farzandlari uchun foydali qilsin. Albatta farzand tarbiyasi bu eng katta amallardan, buyuk amallardan. Buni evaziga juda katta ajrlarni musulmon odam qo'lga kiritadi. Alloh subhanahu va taolo bu harakatlarini, barakasini, ko'zlarini quvontirib shu dunyoni o'zida farzandlarida ko'rsatadi va ertaga oxiratda Alloh taoloning huzurida shu farzandlari, shu ota-onalarni jannatga kirishligiga sababchi bo'ladi. Alloh taoloning yordami bilan, Alloh taoloning izni bilan. Shuning uchun harakat qilishligimiz kerak. Alloh taolo harakatga buyurdi. Harakat qilinadigan bo'lsa, Alloh taolo tomonidan barakot keladi. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Biz yo'limizda jihad qilganlarni, biz yo'limizda harakat qilganlarni, biz yo'limizda jiddiy jahd qilganlarni biz ko'p yo'llarimizga hidoyat qilamiz deydi. Alloh taoloning yo'lida jiddiy jahd qilsangiz, farzandingizni tarbiya qilishning yo'lida e'tibor berib, jiddiy jahd qiladigan bo'lsangiz, g'ayrat ko'rsatib, harakat qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo bir qancha yo'llarga, chiroyli, go'zal yo'llarga Alloh taolo hidoyat qiladi. Ko'p narsalarni ko'rsatadi. Farzandlaringizni ko'rib, farzandlaringizni tarbiyasining chiroyliligini ko'rib, ularni o'qishi, madrasadagi o'qishlari, keyin katta-katta o'qishlarda yaxshi o'qishligi, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishligi, bularni ko'rib turib ko'zingiz quvonadi. Bularni ko'rib turib sizga xotirjamlik keladi, qalbingizga rohat keladi. Va qiyomatda bo'lsa, inshaalloh bu farzandlar sizni boshingizga toj kiygizadi va jannatga kirishligingizga inshaalloh sababchi bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni, farzandlarimizni chiroyli, yaxshi tarbiya qilishlikka muvaffaq qilsin. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.